Bugun ulardan bilim olish uchun keldim. Men oyijonim yubordilar. Diqqat bilan gaplarimni eshitib keling, gap sotib o'tirmasdan dedilar. Ko'proq bilimni olish uchun keldim men. Yugurib ham qayerda ma'lumot bersa o'sha ma'lumotdan qolib ketmaylik deb yugurib kelib oldik. Katta. Kichkina. Qiz bola sochini turmakladi chunki yigitlarga xush uchun. Kuchsiz bo'tga keldik chunki siz bilan fikrlashgan. Nima dumaloq? Yes. Nima yoqimli? Siz. Nimaga chidab bo'lmaydi? G'azabga. O'zim sinab ko'rdim. Bola ushatini his qilishni boshlaydi. Qo'lini ushadingizmi, oyog'ini ushadingizmi, bolada kreativniy mishleniyani shakllantiradi. Hayot gormonlar o'zini ishini normada qilishi izdan chiqadida, keyin boladagi agressivlik, giperaktivlik, xotirani pasayishi shundan kelib chiqaveradi. Bolaga ham o'shani qilib bersangiz, o'sha narsani siz izga tushira olasiz. Foydali nonushtalarda qatnashib, o'zimga juda ham ko'p ma'lumotlar oldim. O'zimning farzandlarimga, o'quvchilarimga, farzandlarimning kelajagi uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Bolalarim uchun foydali ma'lumot oldim. Hammaga tavsiya qilib qolaman, Yugurupamni kurslarida, seminarlarda qatnashish. Ichiga kirib shunaqangi zo'r ishlaylar. Juda ham foydali nonushta bo'ldi. Bugungi seminar juda ham yaxshi o'tdi. Kamdan ham ko'proq bilimlar oldim. Eng kerakli bilimlarni beradilar. Menga yoqdi juda.